Alaykum do'stlar, avval mashinamizga propan gaz bilan ustun qo'yib berganmiz. Qo'yilayotgan jihozlarni bitta tanishtirib o'taman. Avvalambor bunga chek olmaydigan miyalardan ustun qo'yib berganmiz. Plastikka 24 ga 4 sta 200 qo'ysalaring bo'ladi. Ikkalasi ham original Porsche, lekin bunda avval mashinada chek yom qoladi. Bunga esa 32 ga 4 avansi qo'yib berganmiz. Obidlari bor, chekni o'chirib beradi. Xo'p, yana real 2 ohmligidan qo'yganmiz. Italyanskiy original hisoblanadi va ichkarida ham original italyanskiy reduktor qo'yib berganmiz. Orqasiga esa 63 talik propan gaz bilan ustun qo'yib beramiz. Bu yerda kompyuter jo'nlar ketmoqda, ko'rishlaring mumkin. Ekonomishni qilib, trassada xudo xolasa 700 km yurib beradi. Xo'p, tabletka balonimiz xuddi shunday bo'ladi. Termoturka bilan ustun qo'yib beramiz. Hid chiqarib ertaga boshqa ortib yurmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqaverasizlar. Bu yerda ham xuddi shunday 10X mashinamizga original jihozlar bilan propan gaz bilan ustun qilib berganmiz. Bunga ham xuddi shunday original komplektsiyasi yig'ib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.